Agar bolalar uxlayotganda ikkingiz dildan suhbatlashmasangiz, turmush qurishdan nima ma'no bor? Parkda qo'l ushlashib sayr qilmasangiz, faqat urushsangiz va har oqshom telefoningizda o'tirsangiz, oila bo'lishdan nima ma'no bor? Kechki ovqat jimlikda o'tsa, telefon ekraningizga tikilsangiz, bir-biringizdan kuningiz qanday o'tdi deb so'ramasangiz, qiziqmasangiz, birga yashashdan nima ma'no bor? Agar bir uyda yashasangiz, lekin g'irt begonalardek bir-biringizga munosabatda bo'lsangiz, quchoqlashmasangiz, birga kulishib o'tirmasangiz, kelajagingiz uchun rejalaringizni birga qilmasangiz, xotin bo'lishdan nima ma'no bor? Suhbatingiz faqat ro'zg'or muammolari, u kerak, bu kerak, bolalar haqida, qarindoshlar haqida bo'lsa-yu, lekin tuyg'ularingiz, orzularingiz, ko'nglingizning to'p-to'pidagi gaplar haqida gaplashmasangiz, bir-biringizni sevishingizdan nima ma'no bor? Oila bu shunchaki